Assalomu alaykum. Foydali kontentlar bo'yicha mavzularni davom ettiramiz. Bu kontentlar albatta xalqimizning tibbiy savodxonligini oshirishga qaratilgan. Qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Birinchisi, kommentariyada kelgan savollar bo'yicha energiyaning doimiy tushib borishi qalqonsimon bezga ham bog'liqmi? Qanaqa vitaminlarni doimiy ichib tursak bo'ladi deb savol bergan ekanlar. Albatta bu birinchi navbatda qalqonsimon bezni tekshirish kerak. To'g'ri savol beribdilar. Chunki qalqonsimon bez faoliyati pasaygan paytda gipotireoz holatda T3, T4 gormonlari pasayib ketadi yoki T4 yuqori, T3 pasayib ketgan holatlarda ham energiya yo'qoladi. Ya'ni ish harakat pasayib ketadi. Yoki bo'lmasam qalqonsimon bez gormonlari joyida bo'lishi mumkin. Mikroelementlar, vitaminlar pasayib ketgan. Ayniqsa D vitamin, magniy, kalsiy bu vitaminlar ham bizning energiyaga to'lib toshib yurishimizga juda ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ayniqsa D vitaminini tekshirish kerak. Agar defitsit bo'lsa, minimum o'sha 5000 yedinsada bir oy davomida ichib yurishni tavsiya qilamiz. Qolaversa, erkaklar uchun sink, magniy, kalsiy preparatlari, ayniqsa kalsiy sitrat, как xomashyo siryodek doimiy tushib turishi kerak. Magniy, kalsiy, sink, qolaversa omega bu preparatlarni doimiy qo'llasa yoki har 3 oy davomida qo'llab, bir oy perif qilib tursa ham bo'ladi. Faqat D vitaminini ko'rish kerak, chunki u yuqori dozada tushsa toksik effekt berishi mumkin. Magniy, sink, xo'p, omega kabi preparatlarni tekshirmasdan ham qabul qilsa bo'ladi profilaktik dozada. Albatta bu muhim, shuning uchun energiyaning tushib ketishiga sabab ko'p. Bizni klinikaga kelsangiz, biz qalqonsimon bez bo'yicha check-up qilamiz, polni tekshirish mumkin. Lekin yana bitta narsani aytish kerak, energiya bo'yicha savol tug'ilganda, energiya bu harakatdan paydo bo'ladi. Ya'ni biz harakat qilmasak mitoxondriya ishlamaydi. O'sha paytda vitaminlar yetarli, qalqonsimon bez ishlayapti, lekin yetarlicha energiya chiqishi uchun biz muskulni ishlatishimiz kerak. Elementar elga olmishlar, otjimaniya, yugurish, press, hamma narsa yoki bo'lmasam yurishni o'zi ham bizga energiya beradi. Hech narsa qilgim kelmayapti desa, afsuski osmondan tushib kelmaydi energiya. Energiya bu harakat bilan yetarlicha mikroelementlarni kirishi bilan bizga paydo bo'ladigan bir nima deydi, manba desak ham bo'ladi.